Hazillashmang ona bilan. Qo'rqing. Onaga ozor berish kerak emas. Ona ozorlansin. Ona duo qilsa, onaning duosi ko'kka yetib boradi. Onaga ozor bermang. U kelin bo'ladimi, ayolingiz bo'ladimi, zarracha ozor bermang. Abbos ibn Abdul Muttolib aytadilar: biz uchun yaqin bo'lgan Madinalik ansoriy bir yigitni og'ir xastaligini eshitib ko'rgani kirdik. Kirsak, haqiqatan holi tang holda edi. Bir vaqt g'arg'ara kelib jon taslim qildi, vafot etdi. Biz uni yuziga parda tortib qo'ydik. Bizni g'ala-g'ovurimizni eshitib tashqaridagi onasi kirib keldi. Farzandini yoniga o'tirdi, bolasini yuzini ochdi. U yog'ini ushladi, bu yog'ini ushladi, bolasini o'lganligini ishonchini hosil qilib, qo'lini ochib duo qildi. Parvardigor, ko'kda sendan boshqa, yerda yolg'iz shu bolamdan boshqa men keksa bandangni hech kimi yo'q. Bolamni jonini qaytar. Keksa bandangni duosini qabul et. Parvardigor deb zorlanib ona yig'lay boshladi. Biz hayron qoldik. O'lib bo'lgan bolasini qayta tirilishini ona so'rayapti. Bir vaqt hali onani qo'li tushmasdan o'likni oyoqlari qimirlay boshladi. Keyin boshini ko'tarib o'tirdi. Ona bola quchoqlashib ketdi. Abbos ibn Abdul Muttolib aytadilar: "Fama barihna hatta ta'amna ma'a." Biz onasini duosi bilan o'lib tirilgan yigit bilan ovqatlanib, keyin ko'chaga chiqib ketdik deydilar. Bir rivoyat emas, ashobning hayotida bir onani qilgan duosining ijobat bo'lganligini bir lavhasi bu.